Uf. Asabiylashganda sizlarda ham shunaqa holat bo'ladimi? Qaltiroq yokida tremor. Xalqimiz orasida eng ko'p uchraydigan asosiy ikkita turi fiziologik hamda essensial tremor. Fiziologik tremor har qanday sog'lom odamda uchrashligi mumkin. Stress, qahva, nikotin yoki asabiylashish ortidan paydo bo'ladi. Bu holat asosan qo'llarda mayda qaltirashlar bilan kuzatiladi. Keyingisi essensial tremor. Bu eng ko'p uchraydigan holat, asosan nasldan naslga o'tadi. Bunda ma'lum bir barmoq emas, asosan ikkita qo'llarda parallellik qaltirashlar, boshda, ba'zida ovozda ham kuzatilishi mumkin. Bunda ovqatlanayotganda, choy ichayotganda yokida telefon yozayotganda, qanaqadir mayda harakatlar bilan inson shug'ullanayotganda qaltirash yanada kuchayadi. Tremor sabablarini aniqlash va to'g'ri davolash uchun albatta nevrolog ko'ruvi zarur. Sizga qaysi tremor haqida yanada ko'proq ma'lumot kerak? Izohlarda yozib qoldiring.